Chirchiqda Chirchiqda eng arzon telefonlarni topamizmi? Keling, tekshirib ko'ramiz va videoni boshlash oldin aynan qo'limda nechta telefon turganini izohlarda yozib qoldiring. To'g'ri javob topganlarga sovg'a bor. Do'stlar, bugun biz Chirchiqdagi Alo do'koniga kelganmiz va smartfonlarning narxini birma-bir tanishtirib o'taman. Masalan, qo'limda aynan qora, mana bunday chiroyli skronli rangdagi Redmi dan A5 varianti turibdi. Ushbu smartfonimiz hozirgi kunda narxi 1.451 ming so'mdan sotilgan bo'lsa, hozirda naqd oladigan bo'lsangiz 1.306 ming so'mga olishingiz mumkin yoki 12 oyga 167 ming so'mdan, 24 oyga esa aynan 106 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Yoki bizda mana variantni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni Honor'dan yangi chiqqan 600Hz smartfoni metal korpusga ega. Aynan bu smartfonimiz oldin 5.276 mingdan sotilgan. Hozirda esa 4.748 ming so'm ko'rishingiz mumkin yoki 12 oyga 598 ming so'mdan, 24 oyga esa 379 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Va eng zo'ri, bularda hozir mana bunaqa bo'lgan qimmatbaho bo'lgan zamonaviy smartfonlar sizga tekinga sovg'a sifatida qo'shib berilyapti. Bunaqasi menimcha hech qayerdan topolmaysiz zo'ra. Va do'stlar, bizda 3-variant mana bu telefonni qarang, shunaqangi dizaynni yoqdi o'zimga, neo effekt beryapti, mana bunaqa yarqirashini qarang. Bu smartfonimiz topganingizda to'g'ri Samsungning A07 modeli. Aynan bu smartfonimiz hozirgi paytda, oldin 2.17 ming so'mdan sotilgan, hozirgi paytda siz chegirmada 1.799 ming so'mga naqdga yoki 12 oyga 207 mingdan, 24 oyga esa 131 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bunaqa narxni menimcha bozordan topamangiz kerak. Biz izlandik, o'ylandik va siz azizlar uchun 3 ta eng top variantni taqdim etdik. Ushbu smartfonlaringiz eng yaqin bo'lgan Alo do'konni istaysiz naqdga, arzon naqdda yoki muddatli to'lovga 3 oydan 24 oygacha xarid qilishingiz mumkin. Va yana bitta zo'r jihati, Alif Nasiya bilan hamkorlikda siz ushbu smartfonni muddatli to'lovga olmoqchi bo'lsangiz, hech qanaqa plastik kartasiz, faqatgina pasport yoki ID karta evaziga olishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing.